Night Run 10. Bu yugurishimiz odatiy bo'lmaydi. Ishtirokchilar uchun aniq esda qolarli bo'ladi. Har doimdek yugurishdan oldin razminka qilib olamiz. Hatto bizning trenirovkamizga mana bu kichkina qizaloqcha ham qiziqib ketdi. 3,5 kilometr yuguramiz. Runnerlarga start berdik. Sizlarni bilmadim-ku, lekin mana e'tiborimni bir narsa tortdi. Osmonni chiroyliligini qarang. Hech qayerda e'lon qilmagan. Biz bu yugurishda 10 ta stakanni rozigirish qilamiz deb. E'lon qilmaganimizdan sababi har safar yugurishga keladiganlar olishini xohladik. Bu stakanlarni bizga mutlaqo tekinga Abbosbek chiqarib berdilar. Abbosbek guruhimizning faoli, volonteri. Bir so'z bilan aytganda Night Run oilasi a'zosi. Agar sizlarga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, nickname'larini yozib qoldirganman. Bu yugurishimizdan noodatiyligi shundaki, biz 33 kilometr yuguramiz. Jamoaga faqat 25 kilometrdan oshiq yugurganlarni terdik. Ularga tushuntirish ishlarini olib bordik. Yugurishni boshladik. Yugurish davomida narsalarimizni qo'yib turish uchun bizga ikkita mashina yordamga chiqdi. Komanda bunchalik podдержка qilishini bilmagan ekanman. Tezligimizga kelsak, shu 33 kilometr davomida o'rtacha 7 tempni ushlab yugurdik. 14-kilometr korzinkaga kirdik. Xodimlari lekin malaziz. Hojatxonaga kirib chiqsak maylimi deb so'ragandik, ruxsat berishdi. Korzinkaga rahmat. Sineklarga olib, suv ichib olib yuguramiz. Hali yana oldinda 19 kilometr bor. 16 yoshda 33. Kommentda yozinglar, men tengi borlar. Keyingi safarga birga yuguramiz. Yozinglar-chi, 16 yoshda emas, o'zi 33 kilometr yugurganlar. Nechtamiz? 20 kilometr o'tib qo'ydik. Yugurish davomida 10 tacha qurt yevordim. Mashina bo'lgani zo'r bo'ldi. Shundoq narsalarni olib, foydalanib, yana joy qo'yib qo'ysa bo'ladi. Hatto marafonlarda ham bunaqa sharoit yo'q. 26-kilometr. Biz yana shu gaplashib oyoqdagi og'riqlarni sezdirmaslikka harakat qilyapmiz. Soat 12:30. Banan oshdek ketdi. 29-kilometr. O'sha organizm yetib keldi. Ataga 4 kilometr qoldi deb o'zimizni tinchitib turdik. Albatta, suv ichishni ham unutmadik va biz kichik halqani aylanib o'tdik. Rovna 33 kilometr chiqdi. Yana o'sha start olgan joyimizga yetib keldik. 4 soat oldin bu yerda bayram bo'layotdi. Endi esa kechki payt soat 1:30 da bolalar bilan shu joyda yana yig'ilyapmiz. Ishonasizmi, 90% ishtirokchilar finish qildi. Ular orasida ikkita qiz ham bor. Birinchi marta kichik halqani aylanib o'tganimizda 4 kishi edik. Endilikda finishyorlarning soni 20 tadan oshiq bo'ldi. Night Run. Birgalikda maqsadlarga erishamiz. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang.